Bolajonlarimga qo'shimcha ovqat berishning ikkinchi kuni sizlar uchun video tayyorladim. Videoni oxirigacha ko'ring va menga podpiska bo'lib qo'ying. Sizga aniq kerak bo'lib qolishi mumkin. Ertalabga guruch qaynatib, pishgan guruchlarni blenderlab oldim. Qo'shimchada birinchi guruchdan boshlasa juda ham yaxshi hisoblanadi. Ichlari ketayotgan bo'lsa, ichlarini qotirib beradi. Ves ololmayotgan bo'lsa, ves olishida ham juda ham yaxshi. Guruchni 4 oylikdan, 5 oylikdan boshlasa bo'ladi. Faqatgina mayda qilib berish kerak. Obedga kelib, tovuq sho'rva qildim. Tovuq go'shti, savzi, kartoshkani shunaqa qilib qaynatib oldim. Bularga hech qaysiga tuz qo'shmaganman. Hali bolalarim 6 oylik, shu sababli tuz mumkin emas. Shu holatda qilib berdim blenderlab. Kechga borib olmani postini tozaladim va olmani bug'da pishirib, uni ham puyri holatida puyre qilib, mayda qilib berdim. Bularni hammasini bolajonlarim yaxshi ko'rib yeyishadi. Boshlanishiga shulardan boshlaganman. Sizlar ham boshlasanglar bemalol bo'ladi. Bu faqat 6 oylikdan. Menga obuna bo'lib qo'ying, videoni saqlab qo'ying, sizga kerak bo'ladi aniq.